Salom qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari. Mana navbatdagi xonadonimizni mebellarini olib kelib joy-joyiga qo'yib olgandik. Mana bugun xudo xolasa syomka jarayonida turibmiz. Bu mebelimizni 3 kun 4 kun avval o'rnatib ketgandik, xudo xolasa. Uzoq tanaffus bo'ldi. Sizlar bilan 11 kundan beri, başka 12 kundan beri ko'risha olmadik. Xudo xolasa mana endi syomkalarimizni boshlaymiz. Mebellarimiz juda ham ko'p o'rnatilgan mebellar. Sababi ko'risha olmaganimiz sababi uzoq manzillarimizga ko'p chiqib keldik. Bir ikkita yangiliklar izladik. Bir ikkita adreslardan, rayonlardan, tumanlardan, har xil joylardan o'zimizga o'sha filiallarimizni ochish uchun bir ikkita tochkalarni ko'rdik. Xudo xolasa inshaalloh nasib bo'lsa, yangiliklar bo'lsa aytib ketamiz. O'sha o'ylayotgan maqsadlarimiz amalga oshib qolsa, hozir bitta eng yaxshi yangiligimiz bor. Hozir o'zida aytib o'tamiz. Mana misol uchun mebel olmoqchisiz, mana uyingizga mana shunday tasavvur qiling. Misol uchun bu yog'i 3,5 metrga, bu yog'i 4,5 metrga pod zakaz mebel yasatmoqchisiz. Lekin pulingizdan kamomad bo'lyapti, yo bo'lmasa o'sha mebelni yasatish uchun keyinroqqa pul bo'ladigan variantlar bo'lib qolyapti, imkoniyat. Misol uchun o'sha variantlarga juda yaxshi variantimiz bor bizda. Hozir aytib o'tamiz. Qaranglar do'stlar, har bitta kuxonniy naborimizga misol uchun zakaz qilmoqchimisiz, pulingiz yo'q bo'lsa ham bemalol zakaz bera oling. Sababi Samarqand milliy kreditimiz bor edi bizda. Samarqand kreditimiz bor edi. O'sha bitoy texnika magazinimiz. Shu yerdan taklif chiqdi. Bemalol qayerdan, misol uchun qaysi Samarqanddan bo'ladimi, Qashqadaryodan bo'ladimi, zakaz tushsa aytinglar. Bemalol o'sha joydan zakazni olinglar. Kredit qilib beramiz. Shu 1 yilgacha, menimcha adashmasam 1 yilgacha, yana to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. 1 yilgacha bemalol kredit asosida shu mebellarni xarid qilishingiz mumkin. Bu degani o'sha oylik muddatga, misol uchun birinchisi misol necha pul bo'ldi? Mana shu kuxonniy naborlar tasavvur qiling, 15 million bo'ladimi yo 20 million so'm bo'ladimi? Bitoy texnikalari bilan, hamma narsasi bilan boringki, 25 million so'm pul bo'ladimi? O'sha narsani 1 yilga bo'lib beramiz. O'sha birinchi to'lovini qilib berasizlar. Bunga bitta pasport kerak bo'ladi, bitta obroti bor plastik kerak bo'ladi. U degani qaysidir oilaviy a'zoyingizni o'sha oylik tushadigan plastik raqami bo'lsa bo'ldi. Shu pasport bilan plastikka mana shu kuxonniy naborni bemalol xarid qilishingiz mumkin. U удобствие. Juda ham udobli narsa. Narxi ham juda qimmat emas. Kreditda o'sha foizi. Bu degani misol uchun bitta kuxonniy naborga 50% ustma, bo'lmasa mana berilayotgan narxga misol uchun 25 millionga yana 25 million 50%, bo'lmasa 40% yo 30% ustma emas. Narxi xudo xolasa ancha arzon chiqadi. O'sha foiziga chaqib ko'rgan vaqtingizda ham xudo xolasa uni hisoblab beramiz. O'zimiz telefon qilgan vaqtingizda to'liq ma'lumot bilan hisoblab beramiz. Bugunning o'zida yangilik aytishdi bizga. Bu narsamiz ham yangilik. Xudo xolasa o'sha qaysidir viloyatlardan, qaysidir tumanlardan nasib bo'lsa harakatimizni boshladik. Filiallarimizni, qo'shimcha filiallarimizni o'sha magazinlarda ochishga xudo xolasa bel bog'lab qo'yganmiz. Shuning uchun uzoqdan anchadan beri ko'risha olmadik. Xudo xolasa mana endi mebel o'rnatgan mebellarimiz kamida 6 ta yo 7 ta turibdi. Shularni syomkasini qilishimiz kerak. Hozir mana birinchisida turibmiz xudo xolasa. Bu ko'rib turgan kuxonniy naborlarda Samarqand viloyati Seliskiy rayon tumaniga qo'yib berdik. Seliskiyga shahariga qo'yib berdik. Samarqand shahrida joylashgan Seliskiy. Ana shu joyga o'rnatib berdik. Tepa tarafini silver, past taraflarini mokriy svetga qilib berganmiz. Ko'rib turganinglardek bu yerda mana derazasi turibdi. Bu yerga рабочий stolini qo'yib berganmiz. Uyda haqiqatdan kuxonniy naborimizni oshxonani juda ham zo'r tayyorlab qo'yibdi. Bu yoqda bitta deraza, bu yoqda bitta deraza. Skvoznoy havoga ham zo'r. Ko'rib turganinglardek mebelni ham dizaynini xuddi shu holatiga, juda ham zo'r holatiga tushadigan qilib tayyorlab berganmiz. Mana misol uchun boshlanishiga hozir mana mikrolovka qo'yib qo'yibdi bu yerga. Bu yerga o'zi aslida stroyniy duxovkaga moslab berganmiz. Stroyniy duxovkamiz mana shu joyga tushadi. Buni tepa tarafida bo'ladigan bo'lsa, bemalol manti qozon shunday narsalar uchun mana katta joy tashlab qo'yganmiz tepa tarafidan. Past tarafida ham xuddi shunday narsa mana. Polka qo'ymaganmiz, past tarafiga bemalol o'sha narsalarni joylab qo'ysa bo'ladi, katta hajmli narsalarni. O'sha misol uchun qaranglar do'stlar, dizayniga e'tibor beringlar-da. Bu yerga mana stroyniy duxovkaga joy tashlagan bo'lsak, bu yerimizda 42 sm joyimiz ochiq qolgan. 42 sm-imizga misol uchun ana bu tepaga bitta ilinadigan shkaf, mana bu kafel qismimizdan bu yerga qilib qo'ysak bo'lardi. Bizga ekonom bo'lardi. Lekin unday qilmadikda,
o'ziga yarashadigan narsani qilib berdik. U deganimiz tepadan pastgacha oyna, polkalari ham mana bunday oyna holatiga qilib berganmiz. Hozir mana shuni ichiga bitta освещение chiroqdan qo'yib qo'ysa, ichi pon yonib qoladi, chiroyli xrustallar bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyga terib qo'ysa bo'ladi. Chinni tovoq, o'sha ayollarga misol uchun juda yaltiraydigan idish tovoqlar bo'ladi, o'sha narsalarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ichi nomiga ko'rinib turadigan ko'k oynadan qo'yib berganmiz. Turetskiy profillar juda ham chiroyli holatga turibdi. Derazani chetigacha qilib berganmiz bu yerimizni. Endi bu yerimizdan boshlayapti rабочий stolimiz, to burchakgacha rабочий местamiz ketyapti. Ko'rganinglardek, mana shu joydan bemalol foydalanib, o'sha salat boshqa narsalardan foydalansa bo'ladi. Bu yerimizga ham ana misol uchun mana shu burchak qismimizni bu yergacha olib kelsak bo'lardi. Bu dizaynni juda ham buzib qo'yardi, ham odamga mishayt berardi. Sababi bu yerda rабочий месtamizga mana ko'rganinglardek kurchator bilan rozetkalarimizni o'rnatib berganmiz bu yerimizga. Bu yerga bo'lsa ochiq polka qilib berganmiz. Bu yerga tuz, o'sha misol uchun priprava shunday narsalarda idishlarda narsalar qo'ysa bo'ladi. Tabiiy gullar qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Ana shunday holatga bizga qiyinroq bo'lsa ham dizaynni imkon darajasida harakat qilyapmiz chiroyli qilib chiqarib berishga. Farqli qismimizga bo'ladigan bo'lsa, Tefal mikser blender uchun mana rozetkalarda chizib berib ketganmiz bu joyimizni. Tahlab qo'yibdi mana. Biz kelib chiroqni o'rnatib berdik. Endi bu narsamiz kurchatorimiz, mana bu kurchator turibdi. Mana bu tepadagi galogen chiroqlarimiz uchun mana 3 xil svetda yonadi. Mana shu galogen chiroqlarga chiqarganmiz bu narsamizni. Mana shu joyga montajni chizib berganmiz. Endi mana burchak qismimizdan o'tib oldik. Bu yerimizga keladigan bo'lsa, mana gaz plitamizda chap tarafida ham, o'ng tarafida ham rабочий местamiz bor gaz plitamizda. Chap tarafiga bo'ladigan bo'lsa, har doimgidek kalyonli oynani qo'yib beryapmiz. Kalyonli oynani ustida bo'lsa, pichoq yopishtiriladigan magnit, pichoq naborlarni ham qo'yib berganmiz. Bemalol shu udar bilan urib foydalansa bo'ladi. Bu kalyonli oynamiz udarga sig'maydi, faqat qanday? Mana shu burchak qismiga mana shu qirrali joyi bor, burchak qismiga udar tegmasa bo'ldi. Mana o'rta qismidan bemalol foydalansanglar bo'laveradi. Buni yaxshi tarafi go'sht maydalaysizmi, sabzi to'g'raysizmi, shu yerdan foydalansangiz bo'ladi. Gazdan issiq narsa chiqadigan bo'lsa ham mana shuni ustiga qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Pichoq yopishtiriladigan magnitimiz yaxshi taraflari, misol uchun stol ustida qolmaydi, yo bo'lmasa mana bu tik turadigan narsalar bo'ladi, mana bu stol ustiga qo'yib qo'yadi. Bolaning qo'li yetib tortib olsa ham opasli narsa, shuning uchun mana shu joyida turgani pichoqda juda ham xavfsiz, ham qulay narsa hisoblanadi bu narsamiz. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, gaz plitamiz orqa tarafiga kalyonli oynadan qo'yib berganmiz. 0.6 mm qalinlikdagi kalyonli oynamiz. Buni qo'yganimizning sababini hozir aytib o'tamiz. Avvalo bu narsamiz o'zi bilan ma'lumotda aytib o'taylik. Xo'p, bu kalyonli oynamiz gazda issiq narsani yoqqan vaqtingizda olov chiqadi, par chiqadi. Mana bu PVX plasga zarari yetmaydi. Keyingisi yog' sochiladi, misol uchun bu kir bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'sha vaqtda artib tozalash juda ham oson bu narsamizni. U taraflamasi yaxshi. Eng birinchi hisobga olinadigan narsasi arab tilida ham, o'zimizning lotin tilida ham Bismillahirrohmanirrohim yozuvini yozib beryapmiz. Bu narsamiz juda ham har bitta xonadonga kerak narsa. Shayton rizqiga qo'shilmaydi deydi. Ovqatdan oldin Bismillahirrohmanirrohimda aytib yog' solinsa, xudo xolasa mana shu narsamiz mana ko'rib turganinglardek juda ham kerakli joyimizda turibdi. Yana bitta o'sha qulay tarafi, hozir mana shu ko'rib turganinglar mana yaltirab ko'rinib turibdi, odamda aksi ham ko'rinib turibdi mana shu narsamizda o'rta farqli qismida. Bu kafelmi nima deb misol uchun o'ylab turgan odamlarga obunachilarimiz biladi. Lekin kanalda yangi kuzatuvchilarimizga aytib o'tamiz. To mana shu xolodilnikni shkafini oldidan mana shu kalyonli oynamizning chetigacha bironta joyda stigi yo'q. Bu PVX Plus o'sha modaga kirdi. Hammomga, sanuzullarga, o'sha joylarga juda ko'pchilik dekorativ joylarga mana shu narsalardan ishlatishyapti. Bu akrilga o'xshab yaltirab aks ko'rinib turadi. Bu narsamiz yaxshi tarafi o'sha aytganimdek stik tushmaydi. Kafelli 60 cm stik tushsa, bunda stik tushmaydi. Misol uchun rakovinada suvda narsa yuvsiz ham kafelli stigiga misol uchun o'sha buru ko'chib, samaskalari ko'chib, qorayib bunaqa narsa bo'lmaydi. Artib tozalaverish ham juda oson.
kачество taraflama ham juda yuqori kачество taraflama. Shuning uchun bu yergacha olib kelganmiz, bu yerda to'xtatib kalenoni qo'yib berganmiz. Chunki bu narsa issiq narsaga dosh bermaydi, lekin sovuqqa mana bu ishlatish taraflama bemalol u narsasiga garantiya bersak bo'ladi, xudo xolasa. Plyontuslarni polni aylantirib o'tib berganmiz. Mana bu vishilka naborlarini ham polni qo'yib berganmiz. Bu narsa ham bizdan kelgan podarka sifatida mana joyiga qo'yib berganmiz. Yana aytib o'tadigan narsamiz, bu yerga bo'ladigan bo'lsa, qoshiq vilka qo'yadigan poddomlarni ham qo'yib berganmiz. Bu yerga qoshiq vilkalarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Juda ham yengil ochib yopiladigan salyaskalarni o'zi tortib oladigan tortuvlarni qo'yib berganmiz. Smesitelimizga keladigan bo'lsak, palaman smesiteldan qo'yib berganmiz. Palaman smesitel o'sha trenddagi jo'mraga tushadigan, xohlagan tarafingizga qo'yib yuborsangiz yuradigan palaman smesitellar joylab berganmiz. Rakovinamiz bo'ladigan bo'lsa, metali o'zi mokriy svetdagi chuqurligi juda ham chuqur, yaxshi dozatorlari bor, chiroyli rakvinadan qo'yib berganmiz. Bu ikkalasi ham trenddagi rakvina smesitellar hisoblanadi. Bizda arzon narsani o'zi bo'lmaydi. Yaxshi narsalarni qo'yib beramiz. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa, o'sha har doimgidek sushulkalari bizda qora parashkovoy kraskada sepilgan sushulkadan qo'yib berganmiz. Bu narsa ham kuxniy naborimizni vidini ochadi, ham suv zangi qolmaydi bu narsamizda. Juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Polni ko'rib turganinglardek tovlanib turadigan jemchug akril materialdan foydalanganmiz. Patologiyalarni hisobga olgan holatda o'sha patologiyalarni ham ko'ryapsizlar, pratik holatida, chiroyli holatda qoshlarni ham qo'yib berganmiz bu narsamizga. Rakovinamizni past tarafida bo'ladigan bo'lsa, o'sha har doimgidek musor paqirimiz bor. Musor paqir har bitta ayol kishiga kerak bo'ladigan narsa. Bu ayol kishining ishini ancha yengillashtiradi. Buni sababi mana misol uchun rakovinada choynakda o'sha shamasi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha musor tushgan vaqtida paketga solib uni boshqa qilmaydi. Bu yerga paket qo'yib turib, mana shu chelakning ichiga solib musorlarda eshikni ochgan vaqtida o'zi ochiladi mana shu narsamiz ham. Bemalol solib foydalanib turib, to'lganda bemalol ochib tashlab foydalansa bo'ladi. Bu ham juda ham udobli narsa. Har bitta xonadonga kerak bo'ladigan narsa. Ko'rib turganinglardek, har bitta xonasi eshikni ochganimizda 3 tadan xona bo'ladi bizda. 100% ikkilik PVH kromkadan foydalanamiz. Bu bitta tepa tarafida emas, past tarafida ham bor bu narsamiz. Mana ko'rib turganinglardek, yaqinroqdan ko'rsatib turasiz endi. Xo'p, ko'rinadigan joyiga, ko'rinmaydigan joyiga mana shu ikkilik kromkadan bosamiz. Bu plastmassa. Buni rezinkaligi ham bor, qog'ozligi ham bor, plastmassasi. 3 xil varianti bor. Bundan ancha yubkasi bor. Endi yubkasidan bosgan bo'ladi, lekin u yubkasi suv tegsa sразу ishib ketadi, yo bo'lmasa mana bunday qattiq jismlar tekkan vaqtida misol uchun ko'chib qolish aniqlari juda ham ko'p. Mana buni hozir ko'rsatyapman. Normalniy udarda uryapman. Hozir mana shu narsamiz agar yuqoriroq bo'lganda, aniq mana shu pichoqni ko'ta mana shunga aniq qattiq tekkan vaqtida ko'chib ketgan bo'ladi. Eshigiga xuddi shunday. Eshigiga ham, ichki tarafiga ham bir xil narsa bosib beramiz biz. Mana shu past taraflariga mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kichkina xonasi bo'lsa ham materialni ekran qo'ymagan holatda past taraflariga mana qo'yib beryapmiz. Даже mana bu joylariga ham, ko'rinmaydigan joylar, mana plafon qismlariga ham, mana shu ichki tarafida ham, mana noshkamiz past tarafida ham, mana bu joyimizda ham kromka bosilgan bizda hamma joyda. Bu narsaning yaxshi varianti o'sha qayergadir noxas suv tegib qolgan vaqtida ham, xudo xolasa, sразу ishib ketmasdan uzoq xizmatini qilib bergan holatda o'taveradi. Xolodilnikimizni shkafning ichiga olib berganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, xolodilnikda faqat fasad qismini o'zi ko'rinib turibdi xolos. Ko'rayotgan bo'lsanglar, fasad qismi bemalol ochilib yopilib oladi. Bironta joyiga mishat beradigan holati yo'q. Xudo xolasa, katta xolodilnikka moslab turib, ikki yoniga planka qo'yib berganmiz. Ichki tarafida 5 sm dan havo aylanishi uchun sirkulyatsiyasi bor. Bu degani xolodilnikning ichi hozir 5 sm dan ochiq, bemalol havo aylanib sirkulyatsiya bo'laveradi. Tepa tarafiga ham mana bunday eshikdan qo'yib berganmiz. Bu yerdan bemalol biror narsa foydalansa bo'ladi. Mana bu tepaga ilingan kuxniy naborimizni shu xolodilnikimizni shkafiga svyazka qilganmiz. U degani pastga ag'darilib ketish xavfi yo'q hisob degani, xudo xolasa. Agarda xolodilnikning tepa qismini o'ziga shkaf yasab berganimizda mana bunday tumbuchkadan yasab berishadi. Ko'pchilik mana ustalarga telefon qilsanglar, xolodilnik joyini minus qilib beradigan ustalar juda ko'p. Minus qilib beradi, lekin mana bunday yerdan tepagacha shkaf yasab turib minus qilmaydi hech qaysi bir usta.
Qachonki tepa tarafiga mana bunday shkaf yasaladigan bo'lsa, o'shanda xolodilnikning joyi minus bo'lib ketadi. Atak mana bunday shkaf bo'ladigan bo'lsa, minus bo'lmaydi. Shuning uchun telefon qilgan vaqtida ham bitta narsani hisobga olinglar. Joylarda to'la razmerni aytinglar. Misol uchun burchakdan burchakgacha necha razmer, u burchakdan bu burchakgacha necha razmer. To'chnisini aytsanglar, keyin o'shanga qarab agar menga xolodilnikning shkafi kerak emas, faqat tepasini o'zi desanglar, shunda xolodilnik joyini minus qilib beriladi. Burchak qismida juda ko'pchilik aytyapti, burchak 60 bu tarafdan, 60 bu tarafdan kelyapti. Minus qilib berasizlar. Bizda minus qilinmaydi. Sababi o'sha burchakka ketayotgan mehnatimizni, burchakli mebelni qanchalik sложныйligini, burchakka ishlatayotgan o'zi mahsulotlari bor, o'sha plankalari bir-biriga связка qilishlarimiz, bu yerga olib kelib mehnatimiz o'sha narsa uchun burchakdan umuman minus qilinmaydi. Shuning uchun razmer aytayotgan vaqtinglarda burchakdan burchakgacha yo bo'lmasa ana burchakli mebel oladigan bo'lsa, primoy mebel bo'ladigan bo'lsa ham burchakdan burchakgacha aytasizlar. O'shanda xolodilnik joyini shunday kelishib olsak bo'ladi. Lekin maslahat beraman, xolodilnikka chiqib yasatirgizinglar. Birinchidan mana bu ko'rinishi bagati bo'lib, chiroyli bo'lib turadi. Ikkinchidan o'sha aytganimdek mana bu tepaga ilinayotgan shkaf, hozir mana shu kuxonli naborimizni tepasini o'zini mana ko'rib turganinglardek stamoy svetda turibdi. Shu narsani ikki kishining qo'liga berib qo'ysanglar 20 minut ko'tarib tura olmaydi. Endi buni ichiga mana misol uchun bu yerda polkasi bor, bu yerda bu xonasida misol uchun mana bu tarafimizda bor mana shu joylarga idish kosalarni polni to'lgizib qo'ygandan keyin ikki kishining qo'liga berib qo'ysangiz 10 minut ko'tarib tura olmaydi. Bu devorda 10 yil, 15 yil ishlatilib turishini endi hisobini olib qo'yaverasizlar. 10 yil, 15 yil. U degani devoringizga ilinayotgan mana shu samarezimiz, misol uchun har bittasida mana ushkamiz bor. O'sha joyiga misol uchun devorga uramiz. Urayotgan vaqtimizda devor paxsa bo'ladimi, xomg'ishmi, blo'yg'ishmi, qanaqa holat bo'lganda ham qalin joyiga ketyaptimi yo bo'sh joyiga ketyaptimi, uni siz ham biz ham bilmaymiz. Shuning uchun mana bu shkafni devorga ilib bo'lgandan keyin xolodilnikni shkafiga samarez bilan связка qilinsa, devor qo'yib olgan vaqtida ham pastga ag'darilib ketmaydi. Mana shu narsa ustun vazifani bajarib turibdi. Shuning uchun aytyapman, imkon darajasi imkoniyatinglar bo'lsa, xolodilnikka shkaf yasab qo'yinglar, bo'lmasa tepa tarafini o'zini yasab bersak ham joyizdan minus bo'laveradi. Xo'p, menimcha hamma narsasini aytib o'tdik. Nasib bo'lsa, keyingi adreslarimizda 3 etajli mebelimiz bor. Samarqand viloyati Tayloq tumani Elpakka o'rnatib berganmiz. 3 etajli mebelimiz juda ham katta. 9 metrga yaqin mebel nasib bo'lsa. Uni ham videosini qo'yib qo'yamiz. Juda ham neobычный chiqqan mebelimiz. Xudo xolasa kanalimizni kuzatishda davom etib tursanglar, yangiliklarimiz juda ko'p bo'ladi. Xudo xolasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'r mebellar ko'rishguncha